O'zbekiston U17 milliy terma jamoasi bugun nafaqat Saudiya Arabistonni, balki butun boshli hakamlar jamoasini mag'lubiyatga uchratdi. Ikkita qizildan keyin iroda ko'rsatgan yigitlarimiz 2 kishi kam bo'lib qolib finalda g'alabaga erishdi. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Like bosing, izohlarda hamyurtlarimizni g'alabasi bilan tabriklab qo'ying. Yosh yigitlarimizga esa jahon chempionatida ham omad va zafarlar tilab qolishni unutmang. Biz esa siz uchun finalda kiritilgan gollarni taqdirlash marosimini taqdim etamiz. Finaldagi gollarga esa Muhammad Hakimov va Sadriddin Hasanovlar mualliflik qilishdi. Darvozabonimiz turnirning eng yaxshi darvozaboni. Finalda gol urgan Sadriddin Hasanov esa eng yaxshi futbolchi. 5 ta gol urgan Asilbek Aliyev esa turnir to'pirari sifatida e'tirof etildi. Sizga esa maroqli tomosha. Xo'p, men o'sha atayinlikni izlayapman. Atayin harakat qilmagandek. Avstraliya va Yaponiya hujum ma'nosida yana boshqa futbolchilar bor o'sha. Raqibda imkoniyat. Qaror hakam jarima zarbasi berilsa kerak, chunki tashqari deydi. Endi bunisi ko'p. Nima bu do'stlar? Va to'p oldida himoyachi Muhammad Hakimov ekan. Mana bu qiziq. Ikkita variantni ko'rdik, lekin 3-chisi va 3-raqam juda kerak bizga. Lekin hayajonlanma Muhammad Hakimov. Sen uchun biz hayajonlanamiz, sen hayajonlanma. Zarba! Gol! Do'stlar! 1-0 O'zbekiston oldinda. Mana sizga do'stlar, birinchi taymdagi sinovlardan keyin qanaydir oxirgi daqiqalardagi qizillardan so'ng biz ikkinchi taymni gol bilan boshlayapmiz. Mana, demak Hakimov nazarda tutilgan. Ishonch bilan shunday himoyachimiz borligiga xursandmiz lekin. O'zini yo'qotmasdan burchakka joylab qo'yapti. Aynan ongli ravishda. Urgan Saudiya, Hasanov o'tdi, ichkariga kirdi. Yo'q, kirdi. Darvozalash. Gol! Mana Hasanov bizda qanday o'ynash kerak futbolni. Ha, do'stlar. 10 kishi, 9 kishi farqi yo'q, hujumga boramiz. Gol uramiz. Yotmaymiz. Ey do'stlar, bu Hasanovni butun dunyo ko'ryapti. Mana Hasanov. Hamma his etyapti. Butun O'zbekiston his etyapti buni. O'zbekcha futbol. Chempionatdagi eng super gol shu bo'ladi. Turgan maydon chetida bo'lgan barcha Bahodirxonov sardorimiz taxti medalni, kubok shu yerda va hozir Mo'minxon oldi. O'zbekiston Osiyo chempioni! Do'stlar, birga ko'rdik. Muborak bo'lsin barchangizga. Tabriklaymiz. Chin dildan super turnir o'tkazishdi. Bir nafasda birinchi turdan finalgacha yetib borishdi va finalda hamma yoqni portlatib tashlashdi emotsiyalar bilan. Mana shunday qo'lga kiritiladi chempionlik. Mana shunday yoziladi tarix. Mana shunday mardonavor tarzda bosib o'tiladi chempionlik yo'li. Hammaga qo'shib g'alaba qo'lga kiritiladi do'stlar. Hammaga rahmat. Boya aytdik-ku. Endi hissiyotdamiz, hissiyot ustidamiz. Balki nimanidir esdan chiqargandirmiz, lekin eng asosiysi bu onlarni mana bu murabbiyimiz qahramon. Yulduzli onlar. Ha. Jahon chempionati bizni kutib ol. Biz albatta u yerda ham yorqin o'ynashga harakat qilamiz. Tayyorgarlik bo'ldi. Bu yog'iga tayyorgarlik, jiddiy tarzda chalg'imasdan, euforiyaga berilmasdan, emotsiyalarni tezroq bosib jiddiy tayyorlanishimiz kerak. Chunki darajani oshirish vaqti keldi.